Ichki kiyim qoidalari. Bolalarga shaxsiy chegaralarni o'rgatish. Ichki kiyim qoidalari yoki klot qoidalari. Ichki kiyim ostida kananing yaqin qismlari mavjud bo'lib, ular odatda kiyim bilan qoplangan. Ota-onalar va shifokorlardan boshqa hech kim ularga qaramasligi yoki tegmasligi kerak. Maxsus holatlarda bolangizga bolalikdan to'g'ri atamalarni o'rgating. Vulva, vagina, jinsiy olatni, skrotum. Bu maqsadlar uchun hammasi oddiy va tushunarli so'zlar bilan, sxematik rasmlar bilan tushuntirilgan ajoyib bolalar kitoblari bor. Jinsiy a'zolarga kulgili va galati nomlar berish esa aslida bolalar juda yaxshi sezadigan uyat hissini yashiradi va xavf tug'ilganda nimadir bo'lsa, ular ota-onasiga aytishdan qo'rqib qolishlari mumkin. Farzandingiz bilan qanchalik to'g'ridan-to'g'ri va ochiq muloqot o'rnatsangiz, biror narsa noto'g'ri bo'lsa, u sizga yordam so'rashi osonroq bo'ladi. Agar bola ona va dadadan boshqa odam bilan muloqot qilishga tayyor bo'lsa, uni yaqinlik doiralari bilan tanishtirish muhimdir. U bilan chizishni boshlang va har bir doira nimani anglatishini ayting. Eng yaqin odamlar, qarindoshlar, do'stlar, qo'shnilar, begonalar. Ularning qaysi biriga ishonish mumkin, qay darajada va nima uchun va qaysi biriga ishonmaslik kerakligini tushuntiring. Ularga kattalar bolalar bilan hech qanday sir bo'lmasligi kerakligini aytishni unutmang. Agar kattalar sizdan sir saqlashingizni so'rasa, bu haqda onangizga yoki dadangizga aytishni unutmang.